Bu xalq bo'ladi bu. Xohlasa meni so'kadi, xohlasa seni so'kadi. Xalqda o'zining fikri bor biladi. Xo'taqa chiqdingmi xalqni o'qisang biladi. Imchigi yo'q biladi. Kapchonni. Mana menga po'xoy mana. Bu sikaryapti. Assalomu alaykum. Qaragin. Jonim, qalaysiz? Jo'rda. Yaxshilamavasizmi? Qanaqa? Albatta birga bo'lganimdan keyin o'zgaradi ishlarda, o'zgaradi qizlarda. Nima qilib o'zgaradi? Ya masalan mana asabim buzyapti-ki, mana hayotda ko'rishmaganlar. Mana sen bilan ko'rishganman. Bir marta yotib ko'rgandan keyin, birga bo'lgandan keyin o'zgaradi ishlarda, yaxshi tomonga fikr bularda. Bilmadim siz bilan yotib oldin ham shunaqa xarakterda edim, hozir ham shunaqa xarakterdaman. Lekin baribir ko'rishganmiz, birga bo'lganimizdan keyin yaqinligim bo'ldi-ku. Bo'ladi, to'xtatadi. Qachon kelasiz? Sog'indim, keling. Ya bo'laman. Hadeb yostiqda quchoqlayverasizmi? O'sha kuni turshingni qidirganingcha menga qo'yib qochding-ku. Endi sog'indimmi? O'lama ablo bo'ldi deb menga qo'yib qochding-ku. Yo, kech bo'lib ketdi-da. Endi orqamda qachon kelasizmi? Yostiqda quchoqlayvermasdan kelish kerak. Kelib turish kerak, mehmon bo'lib turish kerak. Shuni qochga. O'zi qonni istaymiz deydi. Hamidimdan buni mashqizdan so'rang. Hamma narsani biladi. Yo'q, holatimni ko'ring. Ekranda ko'ringanda emas aka. Aka juda nozik, cho'kkilar. Ekranda boshqacha, hayotda boshqacha odam. Xohlasalar lichkasiga mendan yashirincha ham so'raylar. Qonni men to'g'rimda ma'lumotlar boshdan oyoq so'raylar. Agar o'sha bitta narsa ne topganda boshqa qizlar menga qaytib salom bermas edi. To'g'ri. Har tomonlama odamgarchilik bor-da. Bir marta ko'rishib yo'q bo'lib ketmaydi. Misol, qayerda bo'lsa ham salom alaykum qilib, yaxshimisan, zo'rmisan deb turishadi. Zerikayapsizmi, uxlamadingizmi? Meni qornim ko'p narsaga xalaqit beradi o'ylaydi. Yuzimni ochmayman. Yuzimni so'rayotganlar. Xo'jaga ko'rmaganda ham yuzimni ochaydim, ko'rganlar xo'jaga. Uxlamadingizmi? Yo'q, endi uxlayman. Kichkinagina churaylar qizim. Lekin nima qilasiz, uxlab mazza qilib dam oling. Qayerga ketyapsan? Hech qayerga ketmayman, ishda o'tiribman. Sen bilan dalchi ko'rishmaganim shu-da bilasiz. Qochib ketding, ana shuning uchun ko'rishmadim. Bilaman, nima Telegramga chiqmayapti xo'jaka? Bilmayman. Shunday qilganingiz uchunmi? 2:22:86 ham saqlanib qoldim, Telegram chiqmayapti, WhatsApp chiqyapti. WhatsAppdan yozmiz. Mayli, charchamay, ehtiyot bo'ling. Qara. Meni dushmanlarim, ayollar ham bor, erkaklar ham bor-da. Qo'yganman hammasi. Yozda kecha ham rosa yozdim. Hoji bilan sikishibsiz, hoji aka bilan sikishibsiz. Qayerdasiz? Chiroq yoqib turuvdingmi dedim.
U qo'yib qo'ygan negativlarga qo'yib qo'ygan joyimda. Umuman parvo ham qilmayman, gapini eshitmayman ham ular. Ularning ishi bor. Kecha ikkitasi yozyapti. Siz ekansiz, zapis qilib oldim, qo'yib berayman dedi. Qo'yib dedim. Gazaga bosdim. To'g'ri qilasan. Hoji zo'r ekanmi deydi. Qiz zo'r ekanmi yo men zo'r ekanman? Tushunmadim. Kimga savol berdingiz? Sizdan so'rayapti. Qiz zo'r ekan, yana qochib ketdi. Ikkisi qochdi, survardi. O'lama ablo dedi. Qaytib erkak zotiga yaqinlashmayman dedi. Oldida erkak zotiga yaqinlashmagandim. Eshik zotidan shu eshikni oldidan shu gapni gapirdi. Qaytib dedi erkak zotiga yaqinlashmayman buni bularga masalan. Asablari chiqib ketdi. Yeri bormi dedi. Yo'q, yeri bordan xudosin. Erim bo'lsa, ifa qilmayman aka. Juda vahshiy bo'lib qolaman yotoqda boru. Pastida vahshim. Terminatorga ko'taman boru. Faqat fohsh ekan. Ona namiga fohsh bo'ladi. Hoji aka fohishalar bilan yurmaydi. Ergo'chani ayasini amin yebsan. Hojiga nega mana shu? Nima qilishim kerak? Juda ezmalandim, maydalandim. Bichir. Netyapsizmi? Yani sen anneni kısım durur. Kariya nega so'kib chiqarib yubordingiz? Bo'pti. Hozir itar barish. Ishni qilsan. Bo'pti aka, charchamang. Charchadim. Hayot tashvishlaridan. Mashqasiga yurib chiqaning. Qo'sharmikin, qo'shmasmikin? Qo'shmadi sonsa pas. Yuragim degani bor ekan. O'g'il bolami? Ne gapi bor? Pashonni qo'y. Ko'chada ekansan, amin qisib o'tir. Sen bu pocha dedi. Balkim xotinimman bo'ptir bir aytishga. Xotinimman bo'ptir. Kim yozib o'lyapti menga? Mana Ruslan o'zipin nima tashaveradi bu bola? Bari pishdi. Assalomu alaykum. Alaykum. Nima u pasportga rasmga tushgan dedi. Men serios turibsiz. Onamiz kimani dedi, Samarqandlik. Uni iloji yo'q ekan. Mana anglichkasi kim ekan? O'zbekka kelsang siyamasan. Qo'tag'imni ham kesib olmaysan, onangni sizga. Eng qilgan narsang seningga uylantirib qo'yasan meni.
Sandan kattalar ham gapirgan bu gapni. Samarqandda men lubbo joyda erkalik qilib yuradigan bo'laman. Qo'tag'imni ham kesib olmaysan. Eng kuchli qo'lingdan yomonlig'i mana shu desam, seningga shunday nigohlab qo'yasan xolos. Qo'tag'imni ham tiyolmaysan, ishonur. Ben sandaqalarni yillardir ko'rib yashab kelyapman bu yerda. Keyin bo'lib Samarqand o'zimniki. Shunaqa aka-ukalarim borki, kerak bo'lsa Samarqandliklar ko'tingga sani sikadi. Ishonur. Ko'za kunda emas, kunida sinadi. Meni ko'zam sinib bo'lgan, ichiga siyib berganman. Xo'tam, amiz qilib o'tiravering siz ham. Necha yildan beri shu mavzu. Kefing tikaman, borsang tikaman. Siz bir adresini ayt, onangizga qayerda berishini bilib oling. Kizgina mamini sasdi, men o'qizam qo'shilib ko'za kunda emas, kundasini. Ko'zingga o'tag'im sani bilan. Ko'zani ham chiqib bo'lgan bizda, o'zi chilpakshim bo'lib. Chiroyli muomala qilib biladi. Mana bir rusdan ham itlar vardi, go'stiga tashirib biladi. Sizga emas, to'lib pul topasiz. Sigara pul yo'q, pulam yo'q. Bitta babu o'zbek puling bir tiyinga qimmat. Pulam qo'tag'im qolmabdi, qancha qolibdi? 12 million qolibdi xolos. 12 million mana xabar bo'ladi. Kamida kartada 40 million turmasa, hayot qiziq emas. Salom, hoji buva, zo'rmisiz deydi. Rahmat. Ona sher hojini itaraman deyapti deydi. Qizlar, mana shu yerda kecha yo bugun kasali kelib tugagan qizlar bo'lsa oralayingda, pirkilatganlaringni mana shu Murodjonga berib beringlar, iltimos suyunchisiga. Kalingga xo'tag'im erkak bo'lib vaqtdan baqa gap tosh yuribdi ekan, xafa bo'lib ketmasin. Kecha yo bugun kasali tugagan qizlar bo'lsa, tursiginglarni berib beringlar shu Murodjonga. Bular mana shu vaqtdan baqa gap olib yuradigan bolalarda yaxshi bolalar, tarbiyali, odobli bolalar. O'shanga dil orib bo'lmasin, quruq bo'lmasin. Tursiginglarni berib beringlar, boshiga kiyib yuradi. Hoji akam efirdan olganman deb. Ruslan ovora bo'lma, baribir olmayman san kim bo'lsang ham. Iltimos. Jannatim. Erkak bo'lib gap toshigan kalingga qo'yam sani kut. Nazokat alayhissalom. Murodjon Ikromov ekan. Po'stov, assalomu alaykum, Radnoy. Rahmat, Xudoga shukr aka, tinchmisiz? O'zi yaxshimi? Maziz yaxshimi? Aka qalaysiz siz? So'rman nazokat. To'g'ri gapirsanglar shu so'kinmaydi dedi. O'shani aka, mana salomga men chiroyli salom beryapman. Odamiga qarab salom berasiz-da. Hammaga ham so'kinmayman, muomala qilganga muomala qilaman. Bor dunyoning dardlari to'ldim. Zikligingda, zikkayin erga berib bo'lmasa, bolam, dadamligingda yurasan. Xursandchiligingda, dadamligingda yurasan. Aldimi gaplashib, orqamdan so'kdingiz dedi. Eskamanmi sani jon singlim? Bolam, shu yerda o'yiningni o'yna. Chiroyli muomala qiladigan qizmisan. Sen va yangi assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Yaxshi, rahmat. O'zi yaxshimisiz? Shukr. Qat bu, qayer bu yer? Tushunmadim. Qatisiz deyman. Qashqadaryolikman, Shahrisabzlik. O, Shahrisabzdanmi? Ha.
Dubayga yaxshi yetib oldingizmi, Hoji aka? Rahmat. Ana buni qaranglar akalar. Mana buni qaranglar. Mana it yemganlarni qaranglar. Yo'q, qizlar tashab beradi, dalboyoblar. Sharmanda bo'lmalaring. Ay o'zing obro'siz hamma enangni amiga sikelar. Menga salom berayotgan qizlarni enitaman deb o'ylama, mana buni qarang. Mana buni qarang. Bechora opacha, hojidan boshqa odam yo'qmi? Ular onangni sikelar. Salom nima deganingiz? O'zim beg'ubor opacham prosta aytdim dedi. Qarang, uğraşdi qarang onangni sikeydi. O'zimni beg'ubor opacha, meni yomonlab uğraşdi qarang. O'zimni beg'ubor opacham, beg'uboring. Enangni amigasiga kim ekan bu? King 777 keladi bu meni profilimga dalbayob. Ule. Oy, yiban. Mol. O'zing sharmanda qilib. Mendan hech qaysi qiz yashirmaydi hech qanaqa narsani. Tilpanga sikisani. Mana shu yerda turgan onangni sikedi bolasi. King 777. O'zimni shirin opacham deb beg'ubor opacham deydi. Opachinga ski. Hayotimda bitta ayolni quchog'iga erkak kishini yomonlab kirmaganman. Dushmanimni ham yomonlattirmayman. Agar quchog'imda yotgan ayol erini yomonlab qo'ysin, tirik onangizga kiyishtonini deyman. Erkak kishini yomonlab birorta ayol kishini quchog'iga kirgan bo'lamasman. Shu yoshimgacha. Kut. Dushmanim ham yomonlasin. Yig'alay onangizga deyman. Chunki birovni yomonlagan meni ham yomonlaydi. Dalpa yo'q bilan. Bir minut turib